Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi video darsimizda sizlar bilan bel chigali anatomiyasini o'rganamiz. Demak, bel chigali plexus lumbalis deb nomlanadi. U yuqoriga 3 ta bel segmentlari, ya'ni L1, L2, L3 bel segmentlari va qisman L4 hamda qisman toraks 12-ko'krak segmentlarining oldingi tarmoqlari qo'shilishidan hosil bo'ladi. Joylashishiga ko'ra, bel chigali bel umurtqalarining ko'ndalang o'siqlarining oldingi tomonida, demak, belning kvadrat mushagining oldida, katta bel mushagining orqa tomonida joylashadi va bel chigalidan bir qancha tarmoqlar chiqadi va ularni birin-ketin sizlar bilan o'rganamiz. Bel chigalidan chiquvchi dastlabki tarmoq bu ramus muscularis tarmog'i hisoblanadi va bu tarmoq bel chigali atrofida joylashgan mushaklarni innervatsiya qiladi. Ya'ni musculus quadratus lumborumni, ya'ni belning kvadratsimon mushagini, musculus psoas majorni, belning katta mushagini, musculus psoas minorni, kichik mushagini hamda demak ko'ndalang o'siqlari orasida joylashgan mushaklarni innervatsiya qiladi. Keyingi tarmog'imiz esa nervus iliohypogastricus nervi hisoblanadi. Bu nerv chigaldan chiqqandan so'ng qorinning yon tomoniga keladi va yon tomonda joylashgan musculus transversus abdominisni teshib o'tadi va musculus transversus abdominis hamda obliquus internusni orasidan qorinning oldingi sohasidagi qorinning to'g'ri mushagiga tomon yo'naladi va shu mushaklarni innervatsiya qiladigan tarmoqlarni beradi. Xo'p, va uning teri tarmog'i nervus cutaneus anterior bu qorinning pastki sohasi terisini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Nervus cutaneus lateralis esa sonning yuqoriga hamda dumbaning yuqoriga terisini innervatsiya qiladi. Xo'p, keyingi nervimiz nervus ilioinguinalis, ya'ni yonbosh chov nervi. Bu nerv qorin, demak, yonbosh qorin osti nerviga parallel holatda yo'naladi. Qorinning, demak, transversus abdominisni teshib, transversus abdominis va obliquus internusni orasidan oldingi sohaga qarab keladi va mana shu uning mushak tarmoqlari qorinning yon guruhdagi mushaklarni innervatsiya qiladi. Oldingi sohaga chov kanalga kiradi va undan erkaklarda va ayollarda chiqib tarmoqlarni beradi. Erkaklarda nervus scrotalis anteriorni beradi. U chov va qov sohasi terisini innervatsiya qiladi. Ayollarda esa nervus labialis anteriorni beradi. U ayollarda katta jinsiy lablar sohasi terisini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Xo'p, keyingi nervimiz nervus genitofemoralis, ya'ni son jinsiy nervi hisoblanadi. Jinsiy son nervi bu katta bel mushagini teshib o'tadi va chanoq bo'shlig'ida ikkita tarmoq beradi: nervus genitalis va nervus femoralis. Nervus femoralis bu sezuvchi tarmog'i son uchburchagi sohasi terisini innervatsiya qiladi. Skarp uchburchagi deyiladi, oldingi medial yuzasida joylashgan. Nervus genitalis tarmog'i esa demak chov kanalga kirib, erkaklarda demak moyakni ko'taruvchi mushakni, moyakning go'shtdor pardasini hamda sonning medial sohasi yuzasi terisini innervatsiya qiladi. Ayollarda esa bachadonning yumaloq boylamini, katta jinsiy lablar sohasi terisini hamda sonning medial yuqorigi sohasi terisini innervatsiya qiladi. Xo'p, keyingi nervimiz nervus cutaneus femoris lateralis. Bu nerv demak sonning lateral sohasidan yo'nalib, sonning lateral sohasi terisini to tiza bo'g'imigacha innervatsiya qiladi. Xo'p, keyingi nervimiz nervus obturatorius, yopqich nervi. Bu nerv demak bel chigalidan chiqqandan so'ng yopqich teshikdan chiqib, oldingi va orqa tarmoqlarni beradi. Oldingi tarmog'ini o'zini ramus cutaneus va muscularis tarmoqlari mavjud. Ramus cutaneus tarmog'i sonning oldingi sohasi terisini innervatsiya qiladi. Ramus muscularis tarmog'i esa sonni yaqinlashtiruvchi uzun va kalta mushaklarni hamda taroqsimon pectineus mushagini innervatsiya qiladi. Xo'p, orqa tarmog'i esa ramus muscularis hamda articularis tarmoqlari mavjud. Ramus muscularis tarmog'i tashqi yopqich mushagini hamda sonni yaqinlashtiruvchi katta mushaklarni innervatsiya qiladi. Articularis tarmog'i esa chanoq son bo'g'imini innervatsiya qilishda ishtirok etadi.
Xo'p, keyingi nervimiz bu nervus femoralis. U eng katta nerv hisoblanadi va bu nerv bel chigaldan chiqqandan so'ng ligamentum inguinalisdan o'tib, son uchburchagi sohasiga keladi va o'zining tarmoqlarini berishni boshlaydi. Birinchi tarmog'i ramus muscularis hisoblanadi va sonning oldingi sohasida joylashgan musculus quadriceps femoris sonning 4 boshli mushagini, musculus pectineus, musculus sartoriusni va pectineuslarni innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Va ramus cutaneus anterior teri tarmog'i esa bu sonning demak oldingi sohasi terisini innervatsiya qiladi. Keyingi tarmog'i nervus saphenus, ya'ni yashirin nerv ham deyiladi, terosti nervi. Bu nerv demak medial tomondan yo'naladi. Musculus sartoriusni payidan o'tib, sonning medial do'ngligini orqasidan pastga boldirning medial tomonidan medial to'piqqa tomon yo'naladi va sonning boldirning oldingi medial sohasi terisini innervatsiya qiladi va uning bitta tarmog'i ramus infrapatularis bo'lib tizza sohasiga boradi va tizza qopqog'i, tizza bo'g'im xaltasi va tizzaning yon medial tomon terisini innervatsiya qiladi. Xo'p, bugungi bel chigaliga bag'ishlangan video darsimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.